E'tibor bering, ortimda o'sha Izmir shahrining eng mashhur tarixiy joylaridan biri asansor binosi. Ya'ni asansor deb ruslar, turklar lift aytishadi. Bu asansor binosi 1907-yilda Musaviy degani, ya'ni bizning tilda aytganda Yahudiy muhandis tomonidan qurilgan bo'lib, Lev degan muhandis tomonidan qurdirilgan, o'sha davrdagi Izmirning eng badavlat shaxslaridan biri bo'lgan, fransuz, ingliz madaniyati asosida qurilgan bu bino balandligi 58 metr. Zinalar soni, agar siz lift bilan chiqishni xohlamasangiz, zinalar soni 155 dan tashkil etadi. Buni yuqorisidan butun Izmir shahri ko'rinadi. 1983-yilgacha bu xususiy mulk hisoblangan. 1983-yilga kelib bu mulk davlat hisobiga o'tgan. Hozirgi kunda turistlar bemalol kelib unga chiqishlari va aylanishlari, suratlarga tushishlari mumkin. 1983-yilgacha bu mumkin bo'lmagan, chunki shaxsiy mulk hisoblangan vaqtda. Agar turistlar bu yerga chiqishni xohlasa ham pul to'lab chiqishlariga to'g'ri kelgan. Muhitga e'tibor bering, o'sha asansor qurgan ustalarning madaniyati, ya'ni G'arbiy Yevropa muhiti, musiqalar ham shunga monand yangrab turibdi. Mana turistlar, e'tibor bering. Turistlar hammasi. Endi biz tepani ko'ramiz. Davom etamiz yo'lda. O'sha